Xotinni shunaqa urgan endi, mana shunaqa yerini ko'kartirib olganda, urganda ham buzib olishga so'radi. Nasibini qaranglar. Amirxon shouga Jasur Umirov kaltak yedi. Xotni nima deb video chiqardi? Bugungi videoda show biznesdagi eng so'nggi va shov-shuvli voqeani ko'rib chiqamiz. Jasur Umirov va blogerlar mojarosi yangi bosqichga chiqdi. Ushbu videoda bilib olasiz. Janjal nimadan boshlandi? Jasur Umirov kaltak yeganligi rostmi? Uning turmush o'rtog'i tarqalgan gaplarga nima deb javob qaytardi? Videoni oxirigacha ko'ring va xulosa qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kim oxirigacha ko'rsa, bir sirdan voqif bo'ladi. Etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bilan. Shu odamlarga hayron qolaman-da. Butun xalqqa ajrashyapsanmi, ajrashmayapsanmi, birinchi o'rinda nima farqi bor? Xalq bilish shartmi seni oilangda nima bo'layotganini? Bu bir. Ikkinchidan nima deganing u? Butun boshli artist O'zbekiston taniydigan chiqib namanganlik musorlarmish. Namanganliklar musor bo'ladimi? Mahalliychilik qilib, mamlaqa bir irqchilik qilib yurmalaring-ne. Sendeklar ham ko'payib ketdi-da, bor normalniy bo'llaring. Ichki ishlardan so'rab qolardik, bor tegishli tartibda bir javobgarlikka tortish kerak bunaqalarni. Mahalliychilik qilayotgan, irqchilik qilayotganlarni. Kim qaysi viloyatdan nima farqi bor? Viloyat ajratma kim bo'lsang ham, tushundingmi? Oilangdagi ishni oilangda qoldirgan. Odamlar seni oilang bilan nima ishi bor? Yordam kerak bo'lib qolsa, har oy bizga borib davolanib turadi. Sizga nima yordam kerak bo'lyapti? Doktorga yotib turarman, doktorga yetishmovchilik bo'lib qoldi. Qo'llar bukilib qo'yamiz, bo'lib. Shunga dorilar oladi, davolanib, banisiga yotib, 10 ton bo'ladi, 5 ton bo'ladi. Yo'q deydi, gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Burnini ham fonidini ham. Bitta odam xabarlarga bilan qo'rqadi. Lekin shu bolaga buyurdim desak, o'sha bitta pulimiz xabarlar bizga yengillik bo'ladi. Ukam uyam to'q ekan-a. Ancha. Savoq. Ko'miraga ham pul yo'q. Ko'miraga pul yo'qmi sigayni? Eshitdinglar? Ey, otarchi. Musor deb sana aytadi. Namanganliklar emas. Sen Namangan, nafaqat Namangan, vodiydan qanaqa ilmlik, ahli ulamolar chiqqanini bilganingda edi. Bu gapni gapirmasdan. Ha, men tushunaman, sen patkayfda dorini chekib, dorini kuchida gapiryapsan. Ommaga olib chiqib, oila yashash tarzini olib chiqyapsan, sen nedostoyniysan. Sanga emas namanganliklarni gapirish. Qilib qo'shig'ingni aytib yuravermaysanmi? Kim musorligini kommentariyada yozib qoldiringlar, okalar. Men bu Jasur Otarchini ko'pchilik taniydi. Jumagulli, namanganlik, musorlar, chortlar deb gapiribsan. Chort naturalni chort san bo'lasan. Chunki efiringni yoqib olib, uyingdagi mojaroni ommaga olib chiqyapsan. Chort deb sandagi naturalni chort, gallimi chort deb sana aytadi iminni. Namanganliklarni yo vodiyliklarni emas. Namanganga kelsang, qanaqa odamlar Namanganda yashashini sen ko'rib ketasan. Va perva. Ha, dorini chekib, kayf qilib, xohlagan gapingni gapiryapsan. Ha, namanganliklar bundoq sigaret chekib olgansan. Sen boshqalarga saboq bo'lish o'rniga sen o'zingning yomon tarafingni ko'rsatyapsanmi? Statiya bor O'zbekiston Respublikasida 118-statiya. Bunga men kechiringlar, men namanganliklar, men sizlarni yaxshi ko'raman degan bilan prosta tak tashlab qo'ymaslik kerak. Bularga chora ko'rish kerak. Kommentariyada chora ko'rish kerak. Biz norozimiz, bizni haqorat qildi deb yozinglar namanganlik, opa-singillar, akalar. Sababi bu hozir shunaqa ish qildimi, ertaga boshqacha ish qiladi. Hamma kechirim so'rasam o'tib ketadi deb. Namanganlik chort deb biladi. Sen nima pachemtasan? Sen nima urib olgansan? Kokain urganmisan yo bir boshqami sintetika narkotik urib olganmisan? Allohu alam, Alloh biladi. Buni srochni diagnostikaga olib borib, buni qonidan tekshirib, buni srochlarga nima derdi? Uchotka qo'yib qo'yish kerak bunaqalarni. Обязательно uchotka qo'yish kerak. Kommentariyada like bosib bu videoni ko'proq kishiga tarqatib, ozgina bo'lsa ham ana qilib qo'yinglar. Bundan bag'i chiqaveradi bunaqalar. Agar bularni nakasat qilmasa momentalni qonun doirasida.
Etdan tarqagan harom, chort namanganlik musorlar. Namanganlik, cho'rtlar. Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsusdaman. Xullas o'shani mana bugun xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Yo'nin. Etdan tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Xotinni shunaqa urgan endi, mana shunaqa yerini ko'kartirib yuborganda, urganda ham buzib olishga sopgan. Nasibini qaranglar. Amirxon shouga apchi xotinim bilan birga anaqa seni polniy doston qilib beradi hamma narsalaring. Nima deyapti bu? O'rnida bir boshqa bir menga o'xshagan bola bo'lsa, bilmayman, mana shu qoziqqa o'tkazib kelardim, to'g'risini aytganda. Naqimga o'tkazib yuborardim. Ustidan siyvaraman men mana shunaqa namanganliklar, cho'rtlar deb gapiryapti, biladi. Nixuya biladi, nima seni biladi. Kimsan sen? Bilan nari borsa bilan ashulachisan, naxu to'yga borasan bilan mana qo'shig'ida ayt, mana qiladigan bo'lsan, majburiy ixtiyoriy biladi. Qo'shiq aytasan sendan. Cho'rt biladi, cho'rt sensan naxu. Xotinni uydagi narsani ko'chaga olib chiqib doston qilayotgan, cho'rt sensan. Namanganliklar boshamiz gapi. Jasur ko'chada cho'shalar bilan olayotgan PRlaring yemagan uchun endi o'zingni shaxsiy hayotingni ham kontent qilib chiqaysanmi? Qani hamiyat? Men seni so'rib ko'rgan narmani panatkaga ega inson deb bilardim. Gapni orasida namanganlik musorlar debsan. Menga qara, seni bu past tutgan stigmatizatsiyaligini bilasanmi o'zi? Shaxs haqorat qilsang ham hududiga til tekkizmagan. Yana bir narsa. Sandan ko'ra saviya tomonidan ham, yurish-turish, kiyinish, ovoz tomonidan ham, lavozim tomonidan ham yuqori turadigan Ozodbek Nazarbekov bor-ku, madaniyat vaziri. Shu insonning ustozi ham namanganlik bo'lgan. Prosta senga video qilib chiqishimdan sabab lichkam to'lib ketdi seni videolaringga. Yaqinlarimiz tashlayapti, "Mana qilgan ishini qara" deb. Sigaret chekib omman oldida yonimdagilar kayfda bo'lsa kerak deyapti. Menga qara, u osmonni ko'rsatib, bu nima desa, yer deydigan odamlar kayf hisoblanadi. Sen telefonni qo'lingga olib, kamerani ochib, videoga olib qo'yishni bilaysanmi Instagramga? Sen trezibi holatdasan. Prosta sen klubdan sen o'zingga pozvalat qo'yayotgan odamsan. Seni erkalatib qo'ydi ko'pchilik o'zi. Haddingni bilgan Jasur. Bu akamizni gapini bitta eshitib ko'ringlar. Etdan tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Bilmay uylanib qo'yman, o'zim. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Aka, avvalambor oilaviy muammolaringizga, problemalaringizga aralashish niyatim yo'q. Bu sizning oilangiz, siz ishingiz. Prosta Namangan deb gapirganingiz uchun o'zimni fikrimni bildirib qo'ymoqchiman. Aka, Namanganda sizni hurmat qiladigan, sizni eshitadigan odamlar juda ham ko'p deb, prosta gapirgan gapingiz ozgina noto'g'ri bo'lib qopti. Balki jahl ustida gapirib o'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Iloji bo'lsa aka, ommaga chiqib shu gapirgan gapingiz uchun bir og'iz uzr so'rab qo'ysangiz, hurmatingiz kamayib qolmaydi, oshsa oshadi. Do'stlar, iloji bo'lsa mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, shu insonga yetib borsin. Erkak bo'lib, oringni, nomusingni, mahramingni, oilangni internetga olib chiqib qo'ygansan, senga emas gapirish namanganliklar deysiz. Shunaqa chesti bor, ori bor namanganliklar bor. Kerak bo'lsa seni mana shu Namanganga chaqirib, sahnada boru, pulingni berib qo'yib, tursiyli ashulatirgizadi. Raqsiga ham o'zing tushasan. Seni ishing shu. Sen namanganliklar deb gapirmagin. Oilani eplolmayapsan, xotinni ko'zini ko'kartirib qo'yibsan, mommoga kiribsan, mahramingni, nigohingdagini mana shu yerga ommaga endi olib chiqyapsanmi? Sen kim endi? Tirraqa. Hozir Instagramda bitta narsa ko'zim tushib qoldi. Namanganliklar xarib, namanganliklar chimo, namanganliklar onangni balon qiladigan gaplar ko'zimga tushdi. Bu gaplarni avtori muallifi Jasur Umar promo efirda o'zini xonadonida xotini bilan janjallashib qolib, xotiniga qarab shunaqa gaplarni gapirdi. Bu yerda biroda oilasiga aralashish niyatimiz yo'q. Namanganliklar haqida gap ketyapti. Har holda hammamiz O'zbekistonlikmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Jasur Umar shu qilgan qilig'i to'g'rimi? Agar mana shu videoga 10 ming like urib bersanglar, men davomini qo'yib beraman sizlarga. Assalomu alaykum aziz muxlislarim, yaxshimisizlar? Kecha ozgina oilaviy
xotinim bilan Mansanga borib ozgina xunuk ushlab ketdi, ozgina urushib qoldik. Shunga xotinim shu Namanganda tug'ilib o'sganligi uchun shu namanganlik deb xotinimni ozgina so'kib yuboribman. Ba'zi bir o'sha namanganlik aka-ukalarimiz, oshnalarimiz xafa bo'lishibdi, noto'g'ri xayolga borishibdi, lekin noto'g'ri xayolga bormanglar sizlar. Men hech qachon birorta bir viloyatni ajratgan odam emasman, chunki biz san'atkormiz. Shu xalq ketidan tirikchilik qilamiz aslida. Shuning uchun noto'g'ri xayolga bormasliklarini so'rab qolaman aziz muxlislardan, hammanglardan. Namanganda juda ham oshna og'aylarim men juda ham ko'p. Qaynatamni ham juda hurmat qilganim uchun shu Namangandan uylanganman o'zi asli. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlarni hurmat qilaman. Yurakda sizlar namanganliklar. Hech qachon unaqa noto'g'ri xayolga bormanglar men haqimda. Men sizlarni bir umr xizmat qilaman. Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsusdaman. Xullas o'shani mana bugun xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Etdan tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Jasur Umirov qaranglar, seni oilang bizga vobshe qiziq emasdi. Sen iminni uzun so'kish o'rniga namanganlik musorlar deb gapiribsan. Netay bu Namanganga adeshban kelib qolma. No Namanganda ko'rinib qolsan bo'ldi. Namanganda mushi bolalarni ko'rasan, keyin his qilasan. Sen bizni kuchimizni sen his qilmagansan shekilli. Sen namanganlik deb gapirganing uchun Namangan nomidan uzr so'rab chiqasan. Butun xalqdan men ko'rib bo'yini men ajrashmoqchiman. Bizga nima qizig'i bor? Sen ajrashasanmi, qamalib ketasanmi? Nima bo'lsa ham bizga bir tiyinlik qizig'i yo'qdi. Sen namanganlik musorlar deganingga hali javob berasan. Butun namanganlik kommentariyadagilar shu Jasur Umirov hammani atmetga qilib ketinglar. Sog' bo'lasizlar.